o'zi 3 xil rangga sezuvchanmiz. Bu ranglar red, green, blue, RGB deydiku, lampalar. Red, green, blue. Qizil, yashil va ko'k. Qizil, yashil va ko'k ranglar birlashib turib, hamma rang birlashsa qanaqa rang hosil bo'ladi bilasizlar? Oq rang hosil bo'ladi. Buni o'nga solimizlar tajribaga ko'rish mumkin. Red, green, blue. Deyarli hamma rang bor ekanlar deydi. Mana shu ranglar birlashganda biz ko'zimiz oq rangni ko'rishga boshlaydi. Qanaqa qilib bu ranglarni aralashtirib olish mumkin bo'lsa, aylantirish orqali odamning ko'zi momentanlik olmaydi, ma'lumotlar 0.14 sekund davomida miya ko'z o'zi axborotni yig'ib turib miyaga uzatadi. Tushunarli? Endi agar biror narsa 0.14 sekund davomida shu joydan harakatlanib qochib ketsa nima bo'ladi desa, chaplashib ketadi. Hozir men aylantirgan betimda mana yerda qizil turadi, vaqt o'tib betda sariq ketadi. Natijada tasvir chaplashib ketadi. Bir nechta rang aralashib ketganini mana shu bilan. Hozirgi tezligini tezlashtirib aylantirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar? Ranglar bir-biriga qo'shilib ketadi.